10 kilo, 15 kilo zguşoni maleko. Nongami? Ha, ay bir karabka, 3 karabka tutayım. 500 lira. Ha? Tudim, 5 kilo, 10 kilo go'sht. Boshqa de, har bitta donasi bilan. Boshqa qo'yiladi. Nomi? Men misol hech qolgan joyim bo'lmadi shunga. Mana oddiy o'zimizni 15 ming non, ichiga go'sht solingan, yesang maza qilyapsan. Misol-chinde, men tushunmadim. Endi misol-chi mana qarang, mishka kasalatiga, hali nukatni yeydigan shokoladni qo'shib, yoniga hali oq oltinni qo'shib, uchalon bitta qilib yesangiz nima bo'ladi? Shokolad bo'ladi. Zguşoni maleko, sar yo'q. Yo'q, mayli-de, emas chiroyli qilib gapirdim-ku. Chunki men syomka qilyapgan. Sar yo'q. Syomka ishlayaptimi? Eshittiring, sar yo'q, tuxum, zguşonka. Yenimin nima? De, u go'sht dumbadi, u non. Sen oddiy xamirga orasiga go'sht solmagan, sof non qilgan odam yuborsin. Aylantirib kelganda piyozli non bo'ladi, aytdim. Jizali piyozli. O'shani o'zi maylinda bo'ladi. Yo mayli niyat, men uni nima deyman uni.